O'zbekistonda kartoshka urug'i narxining pasayishiga ta'sir ko'rsatuvchi loyiha yo'lga qo'yilgani haqida xabar bergan edik. Ishlar dastlabki natijalarini bera boshladi. Misr kompaniyasi bilan kelishuv asosida yurtimizga olib kelingan 250 ming dona Hermes navli G0 avlodiga mansub mini tuganaklar Bulung'ur tumanining Xo'jamazgil hududidagi maxsus tayyorlangan yerga ekilgan edi. Hozirda ularning hosilini yig'ib olish ishlari olib borilmoqda. From G0. Biz G0 avlodiga mansub urug'lar ekkan edik. Bu esa G1. Hozir ilk hosilni yig'ib olishni boshladik. Natija kutganimizdan ham yaxshi. Sifatli urug'lar oldik. Kasallik yo'q, virus yo'q. Ekilgan mini tuganaklar O'zbekistonning iqlim va tuproq sharoitiga juda yaxshi moslashdi. Albatta biz barcha jarayonlarga ilmiy asosda yondashdik. Bu O'zbekiston uchun yangi navdir. Loyiha orqali super elita va elita kartoshka urug'i yetishtirishgacha bo'lgan zanjirni yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. 6000 tonnagacha yuqori sifatli O'zbekiston iqlim sharoitiga moslashgan kartoshka urug'larini olish va kartoshkachilik bilan shug'ullanuvchi aholiga taqdim qilish reja qilinmoqda. Urug'lar o'zimizda yetishtirilgani bois narx sezilarli darajada arzon bo'lishi kutilyapti.